Assalamu alaikum hörmətli yurttaşlar, assalamu alaikum. Kanalımızı görüp uzatdığımız Patbiçiklə Bağat Tumanına gəldik. Bağat Tumanımızda Gülbahar apamız bir yerdə bu klinikada stomatologiyası və uziləri var ekan. Adresləri Bağat Sentralni Banlisa ilə bəyandaızda. Sentralni Banlisa bəyanımızda siz yanında Raddom ekan. Bağat Sentralni Banlisanın arka tərəfindən gəldik bizə. Şunu azı sizə göz tutamiz. Bu da xalası yüzündən gələmiz əzizlər. Olmasın tarzı klinikası fərqsən. Bir də şunda Uzi klinikasına Uzi stomatologiya. Siz şu anda rəhbəri sizinlə, ablasız nədir? Arzu bekarınız. Bu da xalasa şurada ilə üzünüz stomatologiz. Şu yaş sanı, yaş kəttələrini, dişlərini, məsələn, özünüz xalisa. Diş boyamız, diş koparamız da var. Arzu bekar, həftədən bir iş oladı bir yerdə. Həftədə 6 gün iş var efendim. Fakat yaşlarda da var. Saat 9'dan saat 6'da sende. Azam mesela 9'dan geçi 6 alın bir mala gələ verəsə. Telefon nömrələrini ekranda məsələn yazıb qaldırdı. Nasılsınız? Nasılsınız? Olmasın? Fazla klinikere. Bu da xalası. Yaxşılıqlar ekin. Bizler yaxşılıqmısınız? Hoş gelmişsin. Taza klinikamız. Üzümün taza geldim bir işe. Şu kan kardeşleri yerdiniz üzerimizde. Hava. Benim üzerimizde kan kaldı. Yaxşılıqdır. Merhamet yine bu da xalası. Şu klinikamızda yangi iş başladık. Bu da xalası. Mana aparatları yangi, Çisan aparatı. Hamma şaraytları var. Bu da xalası hamma kasalliklarni göremiz. Homiladorliklar birinchi, ikkinchi, uchinchi trimestr, kattalarda qorin bo'shliqlari, bolalarda, kichik bolalarda qorin bo'shliqlari ko'riladi. Neyrosonografiya bu ko'pincha 1,5 yoshgacha bo'lgan bolalarning miyasini ko'rish. Ana перешейкani o'lchab turibmiz. Bo'lalarni o'lchaymiz, bo'lalar o'lchab o'lchab razmerlarini keyin biza shu xulosa chiqarib beramiz. Biza diagnoz qo'ymaymiz, biz xulosa chiqarib beramiz. Keyin bemorlarni o'zlari borib, patsientlarni o'zlari borib, doktorlarga borib ko'rinadilar. O'zlari shunga asosan laborator danyalar bilan diagnozlarni chiqarib, keyin davolayveradilar. Hamma sharoitlari yaxshi. Xonalari issiq. Xudo xolasa. Endi Uzi yangi ochilganligi munosabati bilan mana hozir bolajonlarimizni har xil kasalliklarni diagnostika qilishda Uzi doktorlarimiz yordam beradi. Ayniqsa neyrosonografiyani xudo xolasa yo'la qo'yatırmiz. Bu 1,5 yoshgacha bo'lgan bolalarda asosan miyasi tushiladi. Ko'p bolalarda hozir onalar Covid o'tirgandan keyin ko'pincha travmani asoratlari bo'lishi mumkin. Travma bilan tug'ilish ehtimollari bo'ladi. Shularni aniqlashda nafas olamiz. Tutayib turamiz. Молодец, умница. Shuncha qavatlarda diagnostika qilganda Uzi doktorlarimizga ko'p yordam beradi. Laboratoriyadan Xo'sh, hurmatli obunachilar.
Yine taze klinikamızda bir anda sivilizasiya kanalları yine karanlık. Hemen dersin şöyle tazalanadın. Sivilizasiya kanası. Siz karışsayın bu işlere özünüz. Kaçanla işiyiz? Bir yıl oldu. Bunu ufak getireceğim. Eşref Firuz Bey'imiz yine stomatolog. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bize hozirda Bag'at shaharchasida xizmat ko'rsatib bizning ish vaqtimiz 9 dan 5 dan bo'ladi. Haftaning 6 kunida ishlaymiz. Bemorlarimizga koronkaning har xil turlari, prikit, implant, keyin plombaning har xil turlari, dishlarni og'riqsiz davolash, oqartirish ishlarini olib boramiz. Bizlar o'zlarimiz Ukrainaning Kiyev shahrida o'qib kelganmiz. Malaka oshirib, shu yerda shu 5 yildan buyon hozirda ish olib borib turibmiz stomatologiya yo'nalishi bo'yicha. Xullas eshitdingiz, Firuz Bey'imiz yine bemorlar gelaversa o'zlari o'qigan. Dişlerini yine gelip bemorlarımız davolat turibdilar. Litsenziyalari bor qarang. Xullas o'rtoqlar, bu toza klinikamizda Uzi klinikasi yaqinda ishga tushdi va shu yerda yine stomatologimiz bor. Stomatologiya 1 yildan beri faoliyatlarini olib borib turibdilar. Stomatolog vrachimiz Ashirov Firuzbek. Ha, bu renginimi bu? Bu rengin aparatini. Dişler rengine tessen. Şuna qarab keyin Dishni avval muammosini topib olamiz boshqa. Keyin shunga qarab dishni davolab boramiz. Tushunarli. Shuni olsangiz to'liq tushuntirib beraman odamlarga. Hozir bu bemorimiz bizlarga keldi. Avval bu bemor dishini davolatgan boshqa yerda. Bulombalangan dish og'riq berib turibdi. Buni rentgen orqali aniqlasak bo'ladi dishni qanday muammosini. Rengin orqali. Firuzbek hozir necha marta rentgen aytasizmi? 1 martami, 2 marta? Bu bulombalashdan oldin kasallikni aniqlashda bir rentgen aytiladi. Keyin bulombalangandan keyin kasallik to'xtagandan keyin yana bir rentgen aytiladi. Buni dish avval davolangan, bulombalangan, lekin kanalning ichida bulomba qo'yilmagan buna. Tushunarli. Üstü bulombalangan to'g'ri. Endi hozir necha tez bulomba qo'yasizmi? Endi buni ochib boshqatdan davolaymiz bu dishni. Tushunarli. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli podpischilar. Ko'rib turganlaringizdek biz yana Bag'at tumanimizdagi Sentralniy больницаning orqa tarafi, ya'ni shu raddonlar va tug'ruqxona sessiyanida kesi va stomatologiyasi. Bemorlar kelaversa, shu Uzi klinikasida va stomatologiyasida barcha xonalarni yuzdik, iç jarayonlarini yuzib o'tdik. Bemorlar kelaversa, hammangiz kutib qolamiz shu klinikada. Yaş bolalardan ta yaş ulug' insonlardan bemorlar kelaversa. Yanımız yine hojatxonalari. Bemorlarimiz o'sha yerda kutib turibdi. Soat obedda 1 dan 2 dan tushlik payti bo'ladi ekan. Haftada 1 kun dam olish, ya'ni yakshanba kuni dam olish bo'ladi. Boshqa kunlarda ish vaqti. Soat 9 dan kechki 6 dan kelaversa. Bugungi kunda ayollar o'rtasida ko'krak saratoni kasalliklari avj olmoqda. Azizlar, hurmatli Gulbahor Egamberdiyeva, vrach neonatolog, mana shu kasallik haqida qisqacha ma'lumot beradi, chunki ultratovush apparati ko'krak bezini ham tashxislab berar ekan. Qolaversa, bolalarimizning bosh miyalarini ham tashxislashda o'ziga yarasha o'rin egallagan ultratovush haqida bizga ma'lumot beradilar. Marhamat. Endi bu ultratovush o'tadi, endi ultratovush diagnostikasi. Bu tashxis qo'yilmaydi bunda. Biza faqat shu ultratovush yordamida biza xulosa qilib, bunday diagnostik qilib beramiz. Masalan, yordam beramiz doktorlarimizga. Yana qayta shu gapni aytaman. Masalan, hozir aytib o'tganingizdek, haqiqatan ham ayollarda saraton kasalliklari keyingi paytlarda juda ko'p uchrab turibdi. Mana shu ko'krak bezlarini biz hozir shuni tushirib turibmiz, yo'lga qo'yib turibmiz. O'smalar, boshqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, faqat mana shu ultratovush bilan cheklanib qolmaymiz albatta. Biz bir yo'nalish beramiz. Agar o'smalarni mabodo aniqlab qilsak, keyin shu
onkologiyaga yuboramiz. U yerda analizlarni topshiradilar, onkomarkerlarni topshiradilar, onkologga ko'rinadilar, mammologga ko'rinadilar, qaytadan yana tekshiruvlarni o'tiradilar. Biz endi birlamchi zvenodin biz shu o'smalarni aniqlasak, biza darhol shu yo'llanma berib, iloji imkon darajasida shu ertaroq aniqlashga harakat qilamiz. Hozir shu narsalarni shu o'zi apparatlarida yurib turibmiz. Katta rahmat, sog' bo'ling. Chiroyli bir tushuncha berdingiz. Yana shuni so'ramoqchimizki, ayollar aslida tekshiruvdan bir yilda qancha marta o'tishi kerak? Endi ular aniq javobni onkologlar beradi, lekin bir yilda bir marta, hatto bir yilda bir marta mammol ko'rikdan o'tish kerak. Mammolga ko'rinish kerak, o'zlarini mammografiya qiladilar, keyin analizlarni topshirish kerak. Bu narsalarni imkon darajasida yaxshi yo'lga qo'yish kerak. Chunki bu kasalliklar keyingi paytlarda ko'payib boryapti. Shuni hamma tomonlama doktorlarimiz, o'zichilarimiz hammamiz imkon darajasida ertaroq aniqlab shu doktorlarimizga yordam berishimiz kerak deb o'ylayman. Biz diagnoz qo'ymaymiz, tashxis qo'ymaymiz, faqat shu ko'rgan narsamizni yozib berib, shu yo'llanma beramiz. Katta rahmat. Ko'krak bezi saratoni kabi kasalliklarni oldini olishda, bolalarda uchraydigan miya kasalliklarini oldini olishda, tashxislashda sizga yana bir bora kuch-quvvat tilaymiz. Albatta, olimlarimiz buning uddasidan chiqadi, kasallikni tez kunlarda bartaraf qilishadi. Sizga yana bir bora rahmat aytamiz. Bog'ot diagnostika klinikasiga omad tilaymiz. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Gulbahor Xajana sog' bo'lasiz. Ishingiz omad tilaymiz. Sog' bo'ling. Omon bo'lin, sizlar ham sog' salomat bo'linglar, ishlaringizga omad, rivojini bersin. Rahmat.